Endi siz mediatsiya sohasi bo'yicha statistik ma'lumotlardan xabardor bo'lishingiz mumkin. 2026-yildan boshlab mediatorlar har chorakda adliya organlariga statistik ma'lumotlarni taqdim etishlari shart bo'ladi. Bu quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: ishlar soni, nizolar toifalari, mediatsiya natijalari. Barcha ma'lumotlar umumlashtirilib, Adliya vazirligining rasmiy veb-saytida chop etiladi. Mazkur amaliyot mediatsiyani shaffof, professional va zamonaviy qiladi. Statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, sohani rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Shuningdek, mediatorlar reyestriga kirish talablariga o'zgartirishlar kiritildi. Endilikda talabgor reyestrga kirish uchun oliy ma'lumotga ega bo'lishi, mediatorlarni tayyorlash maxsus o'quv kursini tamomlagan bo'lishi, malaka imtihonini topshirgan bo'lishi kerak. Advokatlar va notariuslar malaka imtihonini topshirishdan ozod etiladi.